Assalomu alaykum. Men O'ktam va Aziza logopediya yo'nalishi 3-bosqich talabasiman. Bugun sizlar bilan logopsixologiya fanidan maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning shaxsi va muloqoti haqida gaplashamiz. Mavzuyimizning rejalari. Birinchi rejamiz maktabgacha yoshdagi bolalar haqida tushuncha. Ikkinchi rejamiz 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar nutq xususiyatlari. Uchinchi rejamiz esa maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqot xususiyatlari haqida bugun sizlar bilan tanishib o'tamiz. Antagonizda 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davr bog'cha yoshi davri yoki maktabgacha yosh davri hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasida juda tez sifat o'zgarishlari bo'lishini inobatga olgan holda uni 3 davrga, ya'ni 3-4 yosh kichik maktabgacha davr, ya'ni o'sha kichik bog'cha yoshi hisoblansa, 4-5 yosh o'rta maktabgacha davr, ya'ni o'rta bog'cha yoshi hisoblanadi. 6-7 yosh esa katta maktabgacha davr, ya'ni katta bog'cha yoshiga ajratishimiz mumkin hisoblanadi. Bog'cha yoshidagi bolalarga beriladigan tarbiya ularning murakkab harakatlarini o'zlashtirish, elemental, gigiyena, madaniy va mehnat malakalarini shakllantirish, nutqni rivojlantirish hamda ijtimoiy, axloqiy va estetik didning dastlabki kurtaklarini hosil qilishga qaratilishi lozim hisoblanadi. Mashhur rus pedagogi Leskavning fikricha, insonning bog'cha yoshidagi davri shunday bir bosqichki, bu davrda bolalarda xarakter xislatlarining namunalari shakllanib, axloqiy xarakterning asosiy vazifalari yuzaga keladi. Bog'cha yoshidagi bolalarning ehtiyojlari va qiziqishlari jadal ravishda ortib boradi. 3-7 yoshli davrda bolalarning asosiy faoliyati quyidagi ketma-ketlikda kechadi. Birinchisi predmetlarni o'rganish, ikkinchisi individual predmetli o'yinlar, jamoa, syujetli, rolli o'yinlar. Uchinchisi individual va guruhiy ijod. To'rtinchisi musobaqa o'yinlari. Beshinchisi muloqot o'yinlari. Oltinchisi esa uy mehnati kabilarni o'z ichiga oladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati o'yindir. Bu yoshdagi bolalarning o'yinlarga 3ga bo'lishi mumkin. Birinchisi predmetli o'yinlar 15-20 daqiqa o'ynaladi. Ikkinchisi syujetli rolli o'yinlar, bular 30-60 daqiqa o'ynaladi. Qoidali o'yinlar 1 soatdan 2 soatgacha davom ettirilishi mumkin hisoblanadi. Bog'cha yoshidagi bolaning nutqi ijtimoiy aloqalarni o'rnatish funksiyasini bajara boshlaydi. Buning uchun esa bolada ichki nutq tarkib topishi, monologik xususiyat kasb etib borishi lozim bo'ladi. Bog'cha yoshida bola nutqining rivojlanishida muhim xususiyat nutq tafakkur quroliga aylanishidan iborat. Bola so'z, lug'at boyligini oshishida 2 muhim tomon, ya'ni miqdor va sifat tomonlari mavjud hisoblanadi. Lug'at boyligining miqdoriy o'sishi Elkinning ko'rsatishicha bevosita bolaning hayot sharoiti va tarbiyalanish xususiyatlariga bog'liq hisoblanadi. So'nggi yillarda u yoki bu yoshdagi bolalarning nutqining lug'at tarkibini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarda avvalgi tadqiqotlarga nisbatan yuqoriroq miqdoriy ko'rsatkichlar aniqlandi. Jumladan, Loginaning ma'lumotlariga ko'ra, 3 yoshga kelib bola lug'atida 1200 ta so'z bo'ladi. 6 yoshli bolaning esa aktiv lug'ati 3000-3500 so'zni o'z ichiga oladi. Vaholanki 40-60-yil o'tkazilgan tadqiqotlarda 3 yoshli bolaning lug'ati 400-600 so'zdan, 6 yoshli bolaning aktiv lug'ati esa 2500-3000 so'zdan iborat deb ko'rsatilgan edi. Nutqning
fonetik, ya'ni tovush sistemasini o'zlashtirish jarayoni tovushlarni to'g'ri talaffuz etish va fonematik eshitishning rivojlanishini o'z ichiga oladi. Nutqni fonetik tarkibini o'zlashtirish 1 yoshning oxirlariga kelib boshlanadi. Bog'cha yosh davrining boshiga kelib, bolalar asosan ona tilining barcha tovushlarini egallab bo'lishadi. Biroq shunday bog'cha yoshidagi bolalar ham uchraydiki, ularda ancha katta yoshda ham nutqiy nuqson, talaffuz kamchiliklari uchrab turadi. Buning asosiy sababi nutq apparati, motorikaning sekin rivojlanishidir. Muloqot deganda o'zaro munosabatlarning shakllanishi, ro'yobga chiqarilishi va namoyon bo'lishini ta'minlovchi informatsion, emotsional va predmetli o'zaro ta'sirli jarayon tushuniladi. Bola shaxsining shakllanishida muloqotning roli benihoya katta hisoblanadi. Dastlab bevosita emotsional muloqot paydo bo'ladi. Muloqotning bu shakli asosan bolaning unga nisbatan diqqat, e'tibor va mehribon bo'lishlariga ehtiyoj his etishi yotadi. Keyinchalik muloqotda tashabbusni bola o'z ichiga qo'liga oladi. Yilning ikkinchi yarmidan boshlab nafaqat mehribonlikka ehtiyoj, balki kattalar bilan hamkorlik qilishga bo'lgan ehtiyoj ham kiritiladi. Bunday ehtiyoj ishchan muloqot davomida qondiriladi. Bola ishchan muloqotga kirishganda kattalardan yordam so'rashi, ularni ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanishga taklif etishi va boshqalarni amalga oshirishi mumkin. Lekin shu bilan birga bola biror bir ish bilan bo'lmagan vaziyatda bilishga yo'naltirilgan yoki odam bilan bog'liq masalalarni yuzasidan bo'ladigan muloqotga ham kirishadilar. Bog'cha yoshidagi bolalarning shaxs shakllanishiga ko'ra bu davrni 3 bosqichga ajratishimiz mumkin. Birinchi davr 3-4 yosh oralig'ida bo'lib, bola emotsional jihatdan o'z-o'zini boshqarishning mustahkamlanishi bilan bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Ikkinchi davr bu 4-5 yoshni tashkil qilib, axloqiy o'z-o'zini boshqarish bilan bog'liq hisoblanadi. Uchinchi davr bo'lsa, shaxsiy ishchanlik va tadbirkorlik xususiyatlarini shakllanishi bilan xarakterlanadi. Bola oilani o'rab turgan ijtimoiy muhitning eng muhim bo'g'inidir. Uning bola shaxsi shakllanishiga ko'rsatadigan ta'siri benihoya kattadir. Bola mustaqilligi nisbiy bo'lib, u ko'p jihatdan kattadir. Bolaning kattalar qarmog'i va yordamiga muhtoj bo'ladi. Oiladagi psixologik iqlim, ya'ni bolalar bilan bo'lgan muloqot, xarakteri psixologik mehr, muhabbat bilan diqqat, e'tibor va munosabatda bo'lishi o'sib kelayotgan inson axloqiy qiyofasining shakllanishida o'ta muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ham barkamol inson tarbiyasi avvalo oiladagi muhitning sog'lom bo'lishini taqozo qiladi. Oilaning bola shaxsi shakllanishida, rivojlanishidagi o'rni beqiyos ekan. Oila a'zolari bolaning psixik rivojlanishini ta'minlash uchun oilada sog'lom munosabatlar muhitini yaratishlari lozim. Tarbiyachining eng asosiy yordamchisiga aylanishlari kerak hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog', salomat bo'ling.